Bu bola allergiya sababli maktabga borishni to'xtatdi. Allergiya bolani bolaligidan mahrum qilishi mumkin. Mening qabulimga 10 yoshli bolani olib kelishdi. Bemor bir necha yillardan beri allergiyadan aziyat chekib kelgan. Tomoq qirish, yo'tal, burun oqishi, aksirish. Dastlab sinfdoshlari kulgan. Keyinchalik sinfdoshlari kulmasa ham bola o'zidan o'zi uyalishni boshlagan va maktabga borishdan bosh tortgan. Chunki u allergiyadan emas, o'zidan o'zi uyalishni boshlagan. Bolaning onasi aytadi: "Bolam darsga borishdan bosh tortyapti. Bormayman deyapti maktabga." Bu yerda muammo darsda emas, muammo davolanmagan allergiyada. Allergiya faqat burun oqishi, yo'tal, aksirish emas. Davolanmasa bolani bolaligidan mahrum qiladi. O'ziga ishonchini yo'qotadi. Allergiya o'tib ketadi, katta bo'lsa tuzaladi degan tushunchalar bu xato. Shuning uchun allergiyani vaqtida tekshirib, to'g'ri davolash juda muhim. Agarda bolangiz va yaqinlaringiz yo'tal, burun oqishi, aksirish hamda tomoq qichish bilan yurgan bo'lsa, buni vaqtida davolash kerak. E'tiborsiz qoldirmang. Allergiyani davolasa bo'ladi.